Ba'zi paytlarda birlamchi bepushtlik bo'lsa, biz aytamiz bu egarsimon bachadon tufayli homilador bo'lmayapti, shuning uchun tug'mayapti deb o'ylaymiz, lekin bu qizimiz homilador bo'lgan, tuqqan, bolachasi bor. 1 yildan buyon saqlanmayapti. Kesir kesish bilan tuqqan. Kesir va kesishdan amaliyotidan keyin ko'pincha chandiq jarayoni tufayli bitta truba yopilib qoladi. Mana hozir bu qizimizda o'ng trubani yopilib qolganligini ko'ryapmiz. Buni alomatlaridan bittasi mana truba shishib, ichiga suv yig'ib, shu yerdan o'tmagan. Bu truba homilador bo'lishga xalaqit beryapti. Chap trubasi mana ko'rsalaring, mana yaxshi dori ketib, ochib, tarqab ketyapti. Bitta truba yopiq hisobiga suv yiqqan, mana shuning uchun ayol homilador bo'la olmayapti. Aniq beremenna bo'lmaslikni aniq tashxislash uchun albatta trubalarni rentgen qilish kerak. Bu yerda trubalarning holati, o'tkazuvchanligi, ichiga suv yig'ilgan, yig'ilmaganligi, bachadonning ichida poliplar, bachadonning holatiga qarab ayol nima uchun homilador bo'lmayotganini aniq aytsa bo'ladi. Birpas kutishimiz kerak, balkim dori tarqashi mumkin. Mana chap tomonda dori tarqayotganini ko'ryapsizlar. Mana chap tomondan dori tarqab ketyapti, lekin o'ng tomonda kolbasa bo'lib yig'ilib qolgan. Mana shu truba yopiq truba hisoblanadi. Bu patsientkamizda UZIga tushganda o'ng tomonda trubenda suv bor degan ekan va biz buni mana bugun rentgenda ko'rib turibmiz. O'ng tarafda suv degani trubani uchi yopilib qolib, ichiga suv yig'ilib, kolbasa bo'lib yig'ilib qolgan. Shuning uchun homila kelib bachadonga o'tiraman desa, bo'yi suvli trubadan suv kelib, uni yuvib tushirib yuboryapti. Shuning uchun homiladorlik bo'lmayapti. Nima qilish kerak bunaqa holatlarda? Suvli truba, yaroqsiz trubani olib tashlash kerak. Sog'lom taraf bilan 10 ta bola tug'ish kerak. Shuning uchun homila bo'lmayapti sizda. Bo'ldi. Ikkala trubasiga chiroyli dorilar yig'ilib bordi. Yaxshi o'tyapti. O'ng trubaga yig'ilib boryapti, lekin birinchi rentgendan ko'ra bunda tarqash ko'ryapsizlar mana. O'ng trubada hozir suv tarqab ketayotganini ko'ryapsizlar. Bu qizimiz tug'adi, bu uyda bo'ladi, trubalari ochiq, yaxshi. Bo'ldi, shu xolos. Yoki bachadonlarida anomaliya. Bularda bachadonida muammo bor. Ko'rayotgan bo'lsalaring, bachadonida yo o'rtasida to'siq bor, yoki egarsimon bachadon, egarchasi chuqur bo'lgan bachadon. Endi bu yerda ko'rishlaring mumkin, o'ng truba yopiq, boyagiga o'xshab kolbasa bo'lib yig'ilib boryapti, lekin yo'q, tarqabdi. Hozir mana apparatimizni sozlab olaylik. Tak, o'ng truba ochiq, chap trubaga ham dori boryapti. Hozir tarqaydi, agar bo'sh qo'ysalar, bo'sh qo'ying. Trubalaringiz ochiq, yaxshi, faqat matkangizni to'g'irlash kerak, sizni bo'ldi. Tug'magansiz-a? Yo'q. Ha. Matkangizni to'g'irlash kerak, chunki matkangiz egarchasimon yoki o'rtasida to'sig'i bor. Ana shuni to'g'irlash kerak. Shunda bu yuzda bo'lib ketadi, xudo xolasa. Bu yerda bachadonga bog'liq bo'lgan bepushtlik bo'lyapti. Mana shunaqa holatlarda rentgenda nafaqat trubalarda ochiqligi, balkim bachadonda shaklini ham ko'ramiz. Bachadonda shakli qanaqa, homilador bo'lishga xalaqit beradigan bormi, problema yo'qmi, shuni rentgen orqali bilsak bo'ladi. Bepushtlik, bachadon naylarini o'tkazuvchanligini ko'ryapmiz. Mana o'zlaring ham ko'rishlaring mumkin. Bachadon naylarini atrofiga juda ham dori yaxshi yig'ilyapti. Tak, chap tomondan, o'ng tomondan yaxshi o'tkazyapti, chap tomondan truba shishyapti. Yallig'langan truba, lekin dorini o'tkazyapti. Bachadon naylaringiz ochiq, xudo xolasa bo'yingizda bo'ladi, tug'asiz. Bitta trubangiz shishib turibdi, shamollaganmi? Lecheniya olib borasiz, xo'pmi? Fizioterapiyalar olib borasiz. Xursandchiligimizni cheki yo'q. Bu qizimizning bitta trubasi ochiq, ishlayapti. Xudo xolasa homilador bo'ladilar. Bitta trubasi yopiq yo'q, chunki operatsiya qilib olib tashlangan. Ikkinchisi juda ham chiroyli o'tkazyapti va xudo xolasa bu trubadan biz homiladorlik olamiz. Молодец, tug'asiz, xudo xolasa, hammasi yaxshi. Zo'r, muammoingiz yo'q. Tak, bu qizimizni bugun rentgen qilishimizdan maqsad bolajonlari bor, to'rga kirgan va bugun bachadon naylarini o'tkazuvchanligini ko'rmoqchimiz. Tak, mana dori bachadon bo'shlig'ini to'ldirdi. Ko'rishlaring mumkin. Mana ikkala bachadon naylariga dori ketayotganini ham ko'rishlaring mumkin. Mana juda ham chiroyli to'ldiryapti bachadon naylarini dori.
Bu qizimiz homilador, xudo xolasa bo'laladi. Dorilar o'tdi. Tabriklaymiz. Homilador bo'lasiz, xudo xolasa. Tak, patsiyentimiz 6 yillik birlamchi bepushtlik. Nima uchun homilador bo'lmayapti bachadonlar? Yopiqmi, bugun shuni ko'ramiz. Mana bachadonga chiroyli dori ketdi. Mana chap trubaga dori ketdi, o'ng trubaga dori ketdi. Bu qizimiz albatta ona bo'ladi. Xudo xolasa bachadonlari ochiq, o'tkazuvchanligi juda ham a'lo darajada. Hech qanaqa muammo yo'q. Tug'asiz, tabiiy homilador bo'lasiz. Tabriklaymiz. Молодец. Juda ham chiroyli natija. Xudo xolasa siz homilador bo'la olasiz. Qizimizda birlamchi bepushtlik, bugun bachadonlar o'tkazuvchanligini ko'ryapmiz. Mana kuzatuvchilar bemalol o'zlaring ham ko'rishlaring mumkin. Bachadonlardan chiroyli dorini o'tayotganini kuzatishlaring mumkin. Bu qizimizning bachadonlari ochiq, bachadoni chiroyli, xudo xolasa yaxshi homiladorlik kutib qolamiz. Trubalaringiz ochiq. Tug'asiz, xudo xolasa hammasi yaxshi. Молодец. Bo'ldi. Mana shunday apparatlarda o'z ko'zimiz bilan bachadonlardan qanday dori o'tayotganini ko'rishimiz mumkin va bachadon shaklini ham ko'rishimiz mumkin. Bachadon shakli yomon emas, trubalari erkin juda ham yaxshi o'tkazyapti. Bu qizimizdan tabiiy homiladorlik kutib qolamiz. Xudo xolasa.